Mana bu uyimizni uzunligi 17,5. Bunaqasiga 720 ekan. Hozirda mana shu uyga mana shu holatiga kelguncha necha pul ketgan sizlarga ko'rsatib berib o'tamiz. Proyektini ham ko'rsatib berib o'tamiz. Mana 3 ta shunaqangi 17 metr bo'lsa, yana 3 ta shunaqangi figurniy qilib chiqarilgan ekan, qirrali qilib. Penabloyda urilgan uy. Xo'p, aka bo'lsam, bu xonaning razmerini bilasizmi? Bu xonaning razmerlari hozir esimda yo'q, endi proyektida bor-ku, proyektda bor. Xo'p, bunaqasiga 2,5 metr chiqsa kerak. Bunaqasiga bir 3 metr chiqargan mana shu xona mana. Figurniy. Bunisi 6 ga 3,5 ekan. Bunisi 6 3,5. Bu anaqa bo'lgan ekanda, podval nimaga joy qo'ygan ekansiz, narsa qo'ygan, banka sok po'kida qo'ygani. Bu koridor kirganda, koridor. Xo'p, bu yerdan bu xonaga o'tib ketsa bo'lar ekanda. Oshxona bu. Bu yerda oshxona qilganmiz. Oshxona. Bu burchakda hojatxonasi bor. Bu tomonda. Bu tomonda. Bu yerda mana hojatxonasi bor ekan. Xo'p, kommentariyga yozib qoldiringlar, sizlarga Penabloyda qurilgan uy yaxshimi yoki qonbog'ishdami, Shlaka blokdami? Kommentariyga yozib qoldiringlar o'zlaringiz fikrlaringni. Xo'p, mana bu yerda ham eshik bor ekan. Bu yerda shunaqangi koridor. O'ng tomonda bitta xona, shu oshxona hozirgi. Chap tomonda ham bitta xona. Bu tomonda ham mana shu banka sok po'k, kartoshka qo'ygan joy qilib qo'yishgan ekan. Xo'p, bu yerda ham mana hojatxona, dushga haddan joy tashlangan. Aka, mana shu joy, mana shu holat kelguncha necha pul ketdi aka? Mana shu holat kelguncha bir 40 million pul ketdi. Betoniyu, penabloylar. Bir mingtacha penabloy ketdi shekilli mana shu uyimizni o'ziga. Joyga. Xo'p, aka, penabloyda qilganingiz sababi nimada aka? Penabloyda qilgan sababi birinchidan issiqroq bo'ladi uy. Issiqroq bo'ladi. Issiqroq bo'ladi. Keyin tez ko'tariladi, tez bitadi. Tez bitadi. Sima poyezlar qo'yilgan ekan. Bu ko'pchilik penabloyda yaxshi bo'lmaydi deyshadi o'shanga. Penabloyda bunda qurganimizga ham bir 2-3 yil bo'ldi. Mana sinovda turibdi. Hali hech qayerda hech nima bo'lgani yo'q. 3 yil bo'ldi buni. 3 yil bo'ldi. Yorilib netgan yo'q hali. Yo'q, yorilib netgan yo'q. Biron joy yumshab qolgan nimasi yo'q. Mana shu uyli proyekti kimga qiziq bo'lsa, biz Telegram kanalimizga yozsalaring, rasmlarni tashlab qo'yamiz. Bemalol ko'rib, o'zlaringizga ma'qul kelsa, qursalaring bo'laveradi. Shu videoga bitta like bosinglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlarga qanaqangi g'ishda qurilgan uy ma'qul keladi.